Assalomu alaykum. Men Turdaliyev Afzalbek, Toshkent kimyo texnologiya instituti 3-kurs talabasiman. Menga berilgan mavzu dizel yoqilg'isini gidrotozalash qurilmasi texnologik sxemasi. Xomashyomiz dizel nasoslar orqali issiqlik almashtirgichlarga o'tadi. Issiqlik almashtirgichlardan so'ng quvurli pechga qarab harakatlana boshlaydi. Quvurli pechdan reaktorga o'tadi. Reaktordan issiqlik almashtirgichlarga o'tib, suvli havoli sovutgichlarga o'tadi. Suvli havoli sovutgichlardan o'tib, bu separatorga boradi. Separatorda yana issiqlik almashtirgichlarga o'tib, keyin barqarorlashtiruvchi kolonnaga boradi. Barqarorlashtiruvchi kolonnada yuqori qismida gazlar, pastda xomashyolar hosil bo'ladi. Yuqoriga harakatlanayotgan gazlar havoli sovutgich orqali yana separatorga qaytib keladi. Bu separator 3 ga ajratiladi: gaz, suv va havo. Xomashyomizdan toza dizel yoqilg'isi va benzin olinadi. Gaz esa absorber qurilmasi tomon harakatlana boshlaydi. Gazlar absorber qurilmasi tomon harakatlanib, absorpsiya hodisasi sodir bo'ladi.